102 bab hal yajlisu xodimuhu ma'ahu idza akala. Birov ovqatga o'tirsa, taom yeyotgan bo'lsa, xodimi u bilan birga o'tiradimi yoki yo'qmi? 200-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki: "Iza jaa ahadukum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu fa in lam yaqbal falyunawilhu minhu." Biringizni xodimi uning taomini oldiga olib kelib qo'ysa, uni o'tqizsin debdilar o'zi bilan birga. Agar xodim o'zi bosh tortsa, o'tirmayman, men deb o'zi bosh tortsa, unda taomdan bir oz yeg'izib qo'ysin debdilar. Mana bu islomiy odat bo'lar ekan. Demak, xodim taomini ko'tarib kelganda o'tir birga yeymiz deyishlik kerak ekan. Mabodo endi xodim o'zicha odob saqlayman deb men boshqami, yo'q men rahmat ovqat yegaman deydimi, boshqa deydimi bizga o'xshab desa, shunda ham debdi. Demak, o'sha bir oz yeg'izib qo'ysin taomdan. Xo'jayin. Ana shu demak matlub islomiy odat tarziga kirar ekan. 201-hadis Abi Malikadan qala Abu Mahzura. Abu Mahzura degan odam aytibdilar. Kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallohu anhu. Iz jaa Safwan ibn Umayya bi jufnatin yahmiluha nafarun fi 'iba'atin. فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. Abu Mahzura aytadilarki, men Umar radhiyallohu anhuni oldilarida o'tirgan edim. Safvan ibn Ubayya bir katta mis nimada qozonga o'xshagan laganda bir necha odam ko'taradigan idishda ovqat olib keldi. Haligi odamlar olib kelib Umarning oldiga qo'yishdi. Keyin Umar atrofida yurgan xizmatchilardan, qullardan, har xil odamlardan chaqirib kellaring deb o'tkizdi va ular hammasi o'sha qora qul xizmatchi Hazrati Umar xalifa bilan o'tirib ovqat yeyishdi. Keyin Umar aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo o'z qullaridan yuz o'girgan qavmlarni undoq qilsin, bundoq qilsin deb qattiq gaplarni aytdilar. O'zi bilan ovqat yig'izdirmaydiganlarni haqida. Shunda Safvan aytdiki, yo'q, biz ulardan nima qilayotganimiz yo'q. Qo'rqib ketdi haliga. Biz ulardan yuz o'girganimiz yo'q. Biz ularni o'zimizdan ustun qo'yamiz. Agar bir yaxshiroq taom topsak, ularga albatta beramiz deb uzrini aytdi. Safvan ibn demak Umayya Hazrati Umarni qilgan gaplarini o'zlariga tanqid deb tushungan bo'ladilar-da, o'shuning uchun haligi uzr maromidagi, uzr maqomidagi gaplarni aytgan ekanlar. Mana bundan ham ko'rinib turibdi, demak, hatto mana shu taom masalasida ham, boshqa holatlarda ham mo'min musulmonlar bunaqa ayrimchilik qilmaslik, qullarni yoki mana xizmatchilarni buni martabasi past boshqa deyish ma'nolarini bo'lmaslik kerak. Demak, o'shunaqa odamlarga e'tibor berib, ko'nglini ko'tarib, ularni qornini to'yg'izishdan ham haliga o'ziga teng ko'rganlik bilan ularni ruhini ko'tarish ma'nosi juda katta bir ulug' ish bo'lar ekan. Mana shunga e'tibor berilishi kerak ekan.